Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan kompyuter tarmoqlarning simli va simsiz tarmoq turlarini va ular o'rtasidagi farq va o'xshashlik jihatlarini ko'rib o'tamiz. Birinchisi kompyuter tarmoqlarining ulanish jihatidan birinchi turi bu simli tarmoqlar. Simli tarmoqlarda ulanish yagona ulanish orqali, ya'ni simlar orqali amalga oshiriladi. Faqatgina kompyuter tarmoqlari simni turiga qarab farq qilishi mumkin. Demak, wired network, ya'ni simlar orqali ulangan tarmoqda ma'lumotlar, ya'ni data transmission kabellar orqali o'tkaziladi. Misol uchun Ethernet, UTP yoki mis kabellar yoki optik tolali kabellar orqali ma'lumotlar bir kompyuterdan ikkinchisiga yoki boshqa qurilmalarga o'tkazib boriladi. Ma'lumot xavfsizligi jihatdan simli tarmoqlar albatta simsiz tarmoqlarga qaraganda ko'proq xavfsiz hisoblanadi, lekin u ya'ni ma'lumot bir kompyuterdan ikkinchisiga o'tish uchun physical connection talab etiladi, ya'ni aynan sim yetib borish kerak bo'lgan kompyuterga va uzatuvchi kompyuterga ulangan bo'lishi lozim. Ya'ni bu uzoqroq masofaga bo'ladigan bo'lsa, simli kompyuter tarmoqlari deyarli foydasiz holatga yetib keladi. Endi performance jihatdan, ya'ni ma'lumot oqimini uzatish, tezlik jihatdan simli tarmoqlar sezilarli darajada samarador. Demak, simli tarmoqlarimiz bizda barqaror va tez ma'lumot oqimini va kamroq kechikish bilan ma'lumotlar oqimini ta'minlab bera oladi. Demak, hozir bu yerdan qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, simli kompyuter tarmoqlarimizda data, demak, ma'lumotlar kabellar orqali o'tadi va data privacy, ya'ni ma'lumotlar xavfsizligi ancha yuqori simsiz tarmoqqa qaraganda va ishlash jihatdan ham ancha barqaror va tez o'tuvchi ma'lumotlar oqimini hosil qilib bera oladi. Demak, ulanish jihatdan keyingi turimiz kompyuter tarmoqlarini bu simsiz tarmoqlar. Simsiz tarmoqlarda wireless connection technologies orqali ulaymiz. Ya'ni wired networkda biz kabellardan foydalangan bo'lsak, simsiz tarmoqlarda bo'lsa Wi-Fi, Bluetooth kabi simsiz ulanish tarmoqlaridan foydalanamiz. Ulanish vositalaridan foydalanamiz. Bunda ma'lumotlar radio signallarga aylantiriladi va antennalar orqali ma'lumot almashinadi. Demak, uzatuvchi va ma'lumotni qabul qiluvchi qurilmalarda antennalar bo'lishi lozim. Xo'p, ma'lumotlar xavfsizligi jihatdan bu endi simli tarmoqlarga qaraganda biroz kuchsizroq, ya'ni hech qanaqa ulanish talab qilinmaydi. Radio signallarni istalgan inson kutib olishi, ularni endi to'g'ri, hozir misol uchun kodlangan tarzda uzatiladi ma'lumotlar, uni yana qaytadan shifrovka qilishi, deshifrlash mumkin va bu biroz xavfsizlik tomonlama noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Xo'p, ishlash jihatdan ham, ya'ni ma'lumotlar oqimini uzatish tezligi jihatdan ham bu qanaqadir to'siqlar, sezilarli katta to'siqlar yoki foydalanuvchilar sonining oshishi yoki xonada bo'ladigan bo'lsa, xonaning ancha katta bo'lgan jihozlar yoki masofaning uzoqlanishi sababli tezlikni pasayishini kuzatish mumkin. Demak, wired network, ya'ni simli tarmoq va simsiz tarmoqni taqqoslaydigan bo'lsak, simli tarmoqda ma'lumotlar kabellar orqali o'tsa, simsiz tarmoqda radio signallar orqali o'tadi va antennalar orqali tutib olinadi. Xavfsizlik jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, simli tarmoqlar ancha xavfsiz, lekin uzoq masofalarga yetkazmoqchi bo'lsak, misol uchun shaharlararo uzatmoqchi bo'lsak, bu muammoni keltirib chiqaradi. Lekin simsiz tarmoqda bo'lsa, bu narsa ancha uzoq masofaga amalga oshirish ilojisi bor, lekin xavfsizlik biroz past darajada bo'ladi. Tezlik jihatdan simli tarmoqlarimiz ancha stabil oqimni hosil qilib bera olsa, simsiz tarmoqlarimizda bu narsa sezilarli darajada pastroq bo'lishi mumkin. Demak, kompyuter tarmoqlari ulanish jihatdan ikki turga bo'linardi. Demak, wired network va wireless network. Demak, bugungi darsimizda mana shu ikki tarmoq turining bir necha o'xshashlik va farqli jihatlarini ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.